Assalomu alaykum. Ekran qarshisida tomosha qilib turgan aziz yangi loyihani tashkil etdik. Sizni to'y marosimlaringiz emas, xonadoningizda har bir xursandchilik kuningizda tarixga muhrlab qo'yamiz. Yubiley bo'ladimi, tug'ilgan kun bo'ladimi va shunga o'xshash xursandchilik kunlaringizda tarixga muhrlab qo'yamiz. Bu yangi bir loyiha. Ushbu yangi loyihamizga murojaat qilishingiz mumkin. Aziz tomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimiz, ya'ni bugungi xursandchilik kunimiz Majidov Bahrom akani farzandlari o'zlarining padar buzrug'lariga mana shunday toychoq desak ham bo'ladi. Mana shu mashinani sovg'a qilishyapti. Barchamizni mana shunday kunga nasib etsin deymiz va barcha farzandlariga o'z padar buzrug'lariga mana shunday sovg'alarni ato etishini so'rab qolamiz azizlar. Qani tomosha qilamiz. Mana shu xonadonda xursandchilik qanday hissiyotlar bilan bo'ladi? Birgalikda tomosha qilamiz.
Ay tomoshabinlar, mana shu mashinani, ya'ni o'z egasiga topshirdik, sog'lomlik bahomga kelasiz. Mana Ilhom akam sizga o'z qadar buzurg'orlarga mana shunday xursandchilik kunida sizga sovg'a qildi. Nimani his qilyapsiz? Nimani his qilyapsiz? Ilhom aka turibdi farzandingiz. Rustam aka. Men gapirmayman. Rahmat deb qo'ying, hatto ballalarimga rahmat deb qo'ying. Gapiring, o'g'illarimga rahmat deng. Shuda rahmat. Ballarimga rahmat. Onajon, ayiqchalar. Ha, bitta endi Shunchalar hurmat qilib qilganiga rahmat. Nima deyman? Kimni olmam deyman. ha. Bu narsa bilsangiz, sizni bergan tarbiyangiz va mana shu mevasi deb aytsak bo'ladi, bevosita aytsak bo'ladi. Sizga kattakon rahmat, mana shunday farzandlarni voyaga yetkazganingizga, mana shu bugun mana shu xursandchilik kuniga hammamizga nasib qilsin deymiz. Rahmat, Hammaga nasib qilsin. Toychoqda mening bundan ham yana martabangiz ulug' bo'lsin, yana kattaroq sovg'alar nasib etsin. Bulardan bitta. Bitta duo qilasizlar. Olyapman. Oldim ona. Ona oldim. Yaxshi kunlarga meni Bitta yaxshilab duo beray. Moshinda oldi, ha. Mishka cho'shim bani naziklar aytib. Unanga ushlari. nima deysiz? Amin. Og'rimasin, voldilari suzmasin, olsinlar, oldirmasin, pulsinlar, to'kilmasin. Topganlari yaxshilik kunlarga bersin. Meni bergan tarbiyalarim, bolalarimga o'stirganda Alloh sizlarni qabul qilibdi. Otasini hurmat qilib, izzat qilib, mana shunday kunlarga yetishtirganiga Rustamjon, Ilhomjonni boshqanasi toshdan bo'lsin. Ilohim yaxshi amallari bo'lsin. Topganlari to'ylarga bersin. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari faroq bo'lsin. Otalari ko'rmagan ishni balasiga ko'rsatdi. Xudo yuziga ko'zimda o'xshab 82 qism takrab bilan sizlarni ham hammalaring boshlaring og'rimay. Mana shuni niyat qilsizlar o'g'iljonlar. Mandakina qarib mana shunday hurmatga sazovor bo'lib, Rustamjon bilan Ilhomjonni boshqasi toshdan bo'lib, vaqtini bersin. Buni ham Xudoga hammamiz birga to'ylarda niyat qilaylikki, o'g'il to'ylarga yig'ilinglar. Alloh Xudo boshlam keyin bu qo'y. O'zimda qarib, o'zimdan bergan tarbiyada bolalarimni olib turib, mani boshimni yig'magan otasini men qalla Allohga shukronalar aytaman. Rustamjon boshqaning toshdan bo'lsa deydi Ilhomjon. Baraka topsin Xudoga. Rustamjon, ilohim boshlaring og'rimasin, borlaringga shukr, doimo sog' bo'laveringlar. Bundan keyin ham bundan ko'p sovg'alar qilib dadangga sog' bo'lib, boshlaring og'rimasin, ilohim baxting ochilib ketsin. Shuni arosida Rayhonjon ham sog' bo'lib, 3 ta balam baxtimga doim sog' bo'laversin.